Assalomu alaykum. Bizni kuzatuvchilarimiz, ko'rib turgan tasvirlar kechagina ertalab e'longa $1000 bo'lishi deb chiqargan mashinamiz kechki paytda sotiladi. Shunaqangi hozir yo'ldan mashina chiqib qolib ag'darilib ketibdi. Sizlar iltimos yangi mashina minishni o'rganganlar, yangi mashina olganlar, ozginaga hovliqmani shu mashina mana sizlarniki edi. Metallomga aylanib qoldi. Yoshchilar iltimos qilamiz, sizlardan ehtiyot bo'lib yuringlar. Bunaqa ahvol juda ko'p bo'libdi. Mana yana bizda yana bir marta bo'ldi. $1000 ga o'lishuvdi. Mana metallomga aylanib qolibdi. Ularga yetib bormasdan yo'lda ag'darilib, yo'llardan mashina chiqib qolgan, olib qochaman deb o'zini ag'darilib ketishibdi. Yo'llarda ehtiyot bo'linglar, sizlardan iltimos.